Endi bozordan kefir bilan birinchi sotib olmaymiz, o'zimiz uy sharoitida tayyorlaymiz. Mana birinchi marta tayyorlab ko'rishim, albatta yaqinlarim bilan birga. Yurimelkini 1% sutlari bor edi, 4 litr solib, qaynatib olib, ichiga tuz bilan limon suvi solamiz. Menda bu joy videoda ko'rinmabdi, xuddi shunaqa ko'rinishga keladi. Mayrliga solib, ustidan og'irroq narsa qo'yib qo'yasizlar, suvlar oqib ketishi uchun. Suvlar oqib bo'lgandan keyin sho'r suvga xolodilnikka solib qo'ysanglar bo'ladi, lekin men sho'r suvga solmadim. 2,5% sutni qaynatib olasizlar. Ozgina sovigandan keyin ichiga 1 qoshiq kefir solib, aralashtirib, ko'rpaga o'rab qo'yasizlar. 4-5 soatcha o'tdi menimcha. Ochib ko'rasizlar, o'zi tayyor bo'lgan bo'lsa, xolodilnikka solib qo'ysanglar bo'ladi. Tilab kechadigan qoldirmanglar, achib qolarkan. Mana brinzani ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ldi. Ta'mi birga bir o'xshagan, mazasi shunaqa shirin. Kefirni aytmasa ham bo'ladi. Mana shunaqa cho'ziluvchan bo'lib chiqdi. Hatto kamchiliklari bo'lsa uzr, kommentda yozib ketinglar. Keyingi safarga albatta to'g'rilayman. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'rishinglarni.